Men Rasululloh Oygul, Bo'slik tumani Mevazor mahallasida yashayman. Bu Gruziya tekstilning ochilgani bizga juda yaxshi ish bo'ldi, chunki juda ko'p ayollar uyda turib qolgan edi. Hozir bu yerda juda ko'p oila ish bilan ta'minlandi. Shaxsan men o'zim qizimni olib keldim. Oyliklari juda ham yaxshi. Bu yerda ko'pchilik ayollar bitta, ikkita, uchtadan qizlari bilan kelib birga ishlashmoqda. Ko'pchilik ayollar turmush o'rtoqlari bilan birga ishlashmoqda. Bu tekstilni juda ko'p odamlarni, shaxslarni ish bilan ta'minladi. Misol shaxsan o'zim 1 yildan beri ishlayman. Oilaviy byudjetimizga juda katta yordam bo'lyapti. Qizimni olib keldim, qizim ikkovimiz birgalikda ishlamoqdamiz. Ishlari qiyin emas, juda ham yaxshi, oshxonalari yaxshi, hammani ko'nglidek. Avvalo prezidentimizga rahmat. Shu ishni ochib berganiga, biz chiqargan ishlar, biz chiqargan futbolka, lastina, hamma chiqargan buyumlarimiz chet elga eksport bo'lmoqda. Biz sifatli chiqarishga harakat qilyapmiz. Men o'zim sifatni nazorat qilaman. Sifat juda a'lo darajada. Ayollar juda yaxshi tikadi, nazoratchilarimiz juda yaxshi nazorat qiladi, kontrolchilarimiz. Mashinkani tushunmaydigan, bilmaydigan ayollar ham keladi. Xudoga shukr, 2 kun, 3 kunda shunday professional qilib yordam beramiz, o'rganyapti, qilishyapti. Ko'pchilik qizlar keladi, yosh qizlar, o'qishni bitirgan qizlar keladi. Hammasi ishni zo'r olib ketyapti, ko'z tegmasin, a'lo darajada. Oilaviy byudjetlarga ham juda katta yordam bo'lyapti. Biz yaqinda Amerikanka degan futbolka tikdik, futbolka deydimi, to'p deydimi. Juda ham faxrlandim, to'g'risini aytsam. Germaniyaga, Rossiyaga, Amerikaga kiyimlar tikyapmiz. Boyagi kiyimlarni chet eldagilar kiyishini o'ylasam juda faxrlanib ketaman-da. Bizdagi ayollar ham shunday havas bilan tikadi. Juda chiroyli, fasonlar juda chiroyli, gap yo'q fasonlarga. Biz uni avval to'g'risi televizorda ko'rardik-da. Televizorda ko'rardik, voy shunaqangi fasonlar bizda ham bo'larmikin? Shunaqangi ishxonalar, tekstillar bizda ham bo'larmikin? Biz ham ishlarmikimiz deb turib. Hozir endi Xudoga shukr amalda ko'ryapmiz-da. Shuni ishlayapmiz, shularni o'zimiz tikyapmiz. Bundan albatta xursandman. Juda ko'pchilik ayollar xursand.